Mamlakatimizga zargarlik buyumlarini olib kirish va tijorati bilan shug'ullanishning ham o'z tartib-tamoyillari mavjud. Ayrim shaxslar esa bojxona to'lovlaridan qochish maqsadida bunday tovarlarni yurtimiz hududiga noqonuniy tarzda olib kirishga urinishadi. Toshkent viloyati Navoiy bojxona postida ham ana shunday holat aniqlandi. Hozir shu haqda. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan tilla va zargarlik buyumlarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashishga qaratilgan chora-tadbirlar izchillik bilan davom ettirilmoqda. Xususan, Toshkent viloyati bojxona boshqarmasining Navoiy chegara bojxona postida yurtimizga piyoda kirib kelgan fuqaro inson tana a'zolarini skanerlovchi qurilma orqali ko'zdan kechirilganida ushbu shaxs oyoqlariga 53 ta o'ramda 190 gramm og'irlikdagi zargarlik buyumlarini yashirincha olib kirishga uringani fosh bo'ldi. Bojxona nazoratiga taqdim qilinmagan mazkur zargarlik buyumlarining qiymati dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 285 million so'mni tashkil qilmoqda. Oybek chegara bojxona postida ham piyodalardan biri o'zidan jonli konteyner tarzida foydalanib, ichki a'zolariga 180 gramm og'irlikdagi tilla taqinchoqlarni yashirib olib o'tayotganida fosh qilindi. Bojxona nazoratiga taqdim qilinmagan mazkur zargarlik buyumlarining umumiy qiymati salkam 181 million so'mni tashkil qilmoqda. Shuningdek, mazkur postda yana bir fuqaroning qo'l yuklari tekshirilganida deklaratsiyada ko'rsatilmagan salkam 58 gramm zargarlik buyumlari borligi aniqlandi. Buxoro viloyatining Olot chegara bojxona postida qo'shni davlatdan kirib kelgan piyodalardan birining qing'ir qilmishi inson tana a'zolarini skanerlovchi qurilma ko'magida fosh qilindi. Ma'lum bo'lishicha, ushbu shaxs 310 gramm og'irlikdagi zargarlik buyumlarini ichki a'zolariga yashirgan ekan. Buxoro xalqaro aeroportida bojxona xodimlari Istanbuldan uchib kelgan yo'lovchi bojsiz olib kirish me'yorlaridan ortiqcha bo'lgan 108,3 gramm og'irlikdagi zargarlik buyumlarini yashirincha olib kirishga uringan vaqtida to'xtatib qolishdi. Shu kabi holat Termiz xalqaro aeroportida ham aniqlandi. Moskvadan uchib kelgan yo'lovchilardan biri qiymati 87 million so'mlik 73 gramm og'irlikdagi zargarlik buyumlarini go'yoki shaxsiy ehtiyoj niqobi ostida olib kirishga urinishi fosh qilindi. Andijonda ham shu kabi holatlar aniqlandi. Bojxona xodimlari Do'stlik chegara bojxona postida 147 gramm og'irlikdagi, Madaniyat chegara bojxona postida esa 206 gramm og'irlikdagi zargarlik buyumlarini noqonuniy ravishda olib o'tishga uringan yo'lovchilarni to'xtatib qolishdi. Raqamlarga ko'ra, respublikamiz bojxonachilari tomonidan joriy yilning o'tgan davri mobaynida aniqlangan 516 ta bojxona qonun buzilish holatlarida qiymati 44,2 milliard so'mlik 61 kilogramm og'irlikdagi tilla va zargarlik buyumlarining bojxona chegaralari orqali noqonuniy ravishda olib o'tilishining oldi olingan. Mazkur ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan og'irligi jihatdan 26,4 kilogrammga, qiymati jihatidan 21,9 milliard so'mga oshgan. Hozirda yuqoridagi barcha holatlar yuzasidan bojxona tekshiruvlari davom ettirilmoqda.